Yo bo'ldi, sizlar bilan razo bo'ldi. O'tgan yildagi videoim menimcha SSLga top 6 ta Java uchun modlar bo'ldi. Keyin men shu videoni chiqargandan keyin o'ylab qoldim. Nima bedrockdagilarcha o'rgatdimmi? Shuning uchun bo'ldi, bedrockdagilar xafa bo'lmasligi uchun men bedrockdagilar uchun top 10 ta modlarni ko'rsatib chiqaman bo'ldi. Sizlar top 10 ta modlarni ko'rishdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar bo'ldi. Qanunda biz boshladik. Bo'ldi bu prosak şeydir bo'ldi. O'zim ham nima deyishni bilmadim, короче bo'ldi. Shuning uchun bu top 10-o'rinda turadi bo'ldi. Bu mod bo'ldi to'nqayish sevuvchilar uchun. Bu mod bo'ldi animatsionniy mod bo'ldi. Oddiy to'nqayishdan ko'ra mana bunaqa to'nqayish yaxshiroq deb o'ylayman bo'ldi. Mana bunaqa sakragan emotsiya, uchib yurgan emotsiya, mana ko'rsam. Вообще zo'r emotsiya короче bu bo'ldi. Bularni hammasini men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman, aytganimdek. Bo'ldi, mana buni qaranglar, вообще shikalat mod, mana buni qaranglar. To'nqayish, o'tirish qaranglar, o'tirishini qaranglar. Yugurishda ham emotsiya bor, hamma narsasida emotsiya bor, bo'ldi. Endi o'rtoqlarni oldida mazah to'nqaysanglar, uzr-uzr yarashib ketdim. Bo'ldi, mana shunaqa kap qilib uchib yurishlar. Bo'ldi, sizlar bu modlarni hammasini men Telegram kanalimdan topishingiz mumkin, lekin prosta topolmaysizlar bo'ldi. Xuddi yana oldindagi kelishamiz, lekin 100 ta like emas, endi 150 ta like qilamiz. Davay bo'ldi, hozir shunday videodan chiqib shundoqqina like bosib qo'yinglar, likelarni ayamanglar. Qanday biz keyingi modga o'tamiz. Bo'ldi, bu modimiz morph modi, ya'ni hayvonlarga aylanish modi. Hozir qanaqa hayvonlarga aylanish ko'rsam, misol sizlar qaranglar, hozir sizlar to'nqayishlik kelaveradi. To'nqaysizlar, keyin bitta bosib qo'ysanglar ustiga, ekran ustiga, mana любой bitta hayvon oldiga kelsanglar, o'zi so'z chiqadi. Mana ko'rasizlar? Ana. Yana biz qo'yga aylandik, bo'ldi. Mana shunaqa любой bitta hayvon oldiga borsanglar, o'sha hayvonga aylanishingiz mumkin, bo'ldi. Xo'p, nima bu? Bo'pti, короче, bunga ahamiyat bermaymiz, bo'ldi. Nastroyga kirib nima baby from yoqib qo'ysanglar, ona bo'ldi. Ko'zim kichkinaga aylantirib qo'yadi, bo'ldi. любой bitta narsani kichkina hayvonni qilsanglar bo'ladi. Misol uchun mana Endermanning bolasi ko'rasizlar. Hech Endermanning bolasini ko'ryapsizlar? Mana endi ko'rasizlar, bo'ldi. Yo'q, golemni bolasi. Pandani bolasi men urgan bo'lsa, nima qotdi? Yo'q, jitli bolasi bunaqa emas edi. What the fuck? Jitli bashasi bunaqa emas edi. Xullas bo'ldi, endi biz keyingi modimizga o'tamiz. Qani ketdi? Shu bo'ldi, mana top 7-modga o'tib oldik. Bo'ldi, bu mod bilsa mana telefonlar modi bo'ldi. Esingizda bo'lsa, oldingi top 6 modlarda ko'rsatgan edim, lekin bu unaqa telefon emas. Chunki bu telefonda Google yo, misol uchun 3x, uzr, shunaqa narsa ko'ra olmaysizlar, короче, bo'ldi. Bunday mana bunaqa har xil ranglarni o'zgartirish bunaqa tanga kerak bo'lar ekan, tanga topish yo'l nima topolmadim, короче, bu telefon dodamni zamonda qolib ketgan telefon. Mana buni qaranglar, bu planshetmi, telefonmi farqi ham bor bo'lmaydi, bo'ldi. Короче, biz endi keyingi modimizga o'tamiz. Qanday ketdi, bo'ldi. Bo'ldi, bu mod bilan sizlar vaqtinglarni tejasizlar. Qarab turinglar, misol sizlar shoshilasizlar, ko'rasizlar bitta shuncha daraxt kesasizlar, qaranglar. Yo'q-mayo. Ko'rasizlar? Bunaqa tez daraxt kesish usulini faqat sizlar men Telegram kanalimdagi modlardan topishingiz mumkin. Lekin aytgandek 150 ta like hammasini tashlayman, bo'ldi. Keyin men eksperiment qilmoqchi bo'laman. Mana katta daraxtga ham bittada kesib berarmikin deb o'ylab qoldim. Endi yo'q-mayo. Mayli bunisi kesku, endi men bizni kesarmikin, bo'ldi. Bu vash katta yo'l ekan. Qani hozir ko'ramiz, bo'ldi. Yo'q, bana bobomurod. Shuni ham kesib chiqdi, bo'ldi. Bunaqa kuchli modni ko'rmaganman, lekin bo'ldi. Sizlar lekin ancha-muncha foydali mod ekan. Misol uchun sizlar vaqtinglarni tejashingiz uchun mana shu modni skajat qo'ysanglar, bo'ldi. Qani biz keyingi modga o'tamiz. Qani ketdi, bo'ldi. Yo'q, bo'ldi, bu mod bilan sizlar вообще animatsionniy narsalarni yerga tashlashingiz mumkin. Hozir qarab turinglar, sizlarga zo'r narsa ko'rsataman. Mana qaranglar. Misol uchun mana narsalar bor. Qaranglar, bo'ldi. Shularni yerga tashlasanglar, prosta osmonda aylanib turadi, bo'ldi. Qaranglar, yerda prosta yotadi, bo'ldi. Ana osmonda qanaqadir g'alatiroq bo'lib turmaydi, ana ko'rasizlar, animatsionniy otiladi, bo'ldi. Yo'q-mayo, ko'rasizlar, вообще zo'r mod bilan, bo'ldi. Qaranglar, bo'ldi, mana ko'rasizlar. Вообще такой mod bo'ldi, mana buni ko'rasizlar. Ustiga bitta bosib qo'ysanglar, anaqa eski holiga qaytib qoladi, bo'ldi. Lekin buni menimcha kerak yo'q. O'zini eski holati yaxshi, menimcha o'zini yangi shu animatsionniy mod yaxshi, bo'ldi, mana buni ko'rasizlar.
qarab turinglar bolalar, hayvonlarni o'ldirsanglar ham, masalan, go'sht pishirgan hayvonlar bor-ku, o'shalarni o'ldirsanglar ham anaqa go'shtlari ham yerdan yo'targan, qaranglar masalan, mana. Ko'rasizlar bolalar, hozir ham tuyalarda sinab ko'ramiz. Mana ko'rasizlar, mana yerda o'tarkan. Bir xillari bak bo'lib ishlarni qilishi ham mumkin ekan, zato boshqalar ishlayapti bolalar. Lekin zo'r o'tagan bolalar menga yoqdi, yerda yotish animatsionniy bo'lgan bolalar. Qanunda biz bolalar keyingi modga o'tamiz, bu modda ham ko'rib chiqdik. Qanunda biz keyingi modga o'tamiz. Bolalar bu oddiy zombi emas, bu smart zombi, ya'ni aqlli zombi bolalar. Qarab turinglar bolalar. Misol uchun sizlar kechqurun zombilardan qochyapsizlar, ko'p odamlar mana shunaqa blok qilib oladi, ko'rasizlar? O'zi tepaga chiqsa ham urolmaydi bemalol, ko'rasizlar? Bu aqlli zombi-da bolalar. Dai sizlardan ham aqlli zombi, ishoninglar. IQ darajasi baland zombilar bo'ladi, qarochi bolalar. Qarab turinglar. Misol uchun oynalarni ichiga bekim oldinglar ham deylar. Endi qaranglar bolalar, yopib qo'ysanglar ham buzib kiradi, ko'rasizlar? Bular zamonaviy aqlli zombilar-da, qarochi bolalar, tushunsizlar. Afcha cho'tkimi bilan ko'rasizlar, zombilarni даже katta gigant zombilar ham bor, qarochi bolalar. Qanday biz endi top 3-modga o'tamiz. Qani ketdi bolalar. Siz like bosib qo'yinglar bolalar, esdan chiqmasin. Bolalar bu mod Lamborghini modi borlar. Mana ko'rasizlar Lamborghini. Bu Lamborghini nimaligini bilmayman, qarochi McLarenmi. Lekin bitta yomon tarafi motor ovoz vaqti chiqmas ekan bolalarni. Просто pis qilib yurar ekan yerdan, просто odam yuradi-yu. Shak bo'lib shunaqa yurar ekan bolalar. Lekin anaqa driftlik qilib yurishi mumkin ekan. Men ko'rasizlar, vaqti kayf ekan, lekin просто ovoz yo'liga odamga kayf bermas ekan. Xullas bolalar, zato mashina bormi bo'ldi-da bolalar. Endi biz keyingi top 2-modga o'tamiz. Qani ketdi bolalar. Da bolalar. Top 2-modga ham keldik. Bu qo'limdagi tuxum nima deyishinglar mumkin? Bu tuxum Jenny modi. Uzun. Bu Jenny modi emas bolalar. Xullas sizlar bu mod bilan bolalar 3-jahon urushini boshlasanglar bo'ladi. Bitta o'zinglar 3-jahon urushini boshlasanglar bo'ladi. Lekin 3-jahon urushi unaqa zamonaviylashgan jahon urushi bo'lmaydi. Eski zamonda qolib ketgan anaqa urush bo'ladi. Qarochi bolalar mana shunaqa bo'pti urush qilsanglar bo'ladi. Villagerlar bilan pillagerlarni urushtirasizlar qarochi. Ko'pchilik yani imperiya modiga yani kerak bo'lib qoladi-yu. Imperiya yani askar jetellar kerak bo'ladi. Mana shundan topsanglar bo'ladi bolalar. Bu yerda shuncha tuxum bor bolalar, qaranglar. Bular hammasi Jenny modi. Uzr, bu Jenny emas. Mana bunaqa jetel bor. Qanaqa jetel bu? Yummayu, to'nqayib turib o'tar ekan. Hozir bu kimdir poylatdi bolalar. Yummayu, bu jetel mergan ekan-ku. Yummayu. What the fuck? Qanaqa bo'ladi uni? Men bo'lmayman uni. Yummayu. What the fuck? Men kichkina slayvlarni poylash va qiyin bo'ladi, qarochi. Yummayu. What the fuck? Kichkinasini poylab qo'ydi bolalar. Mana bunaqa. Qarochi shunaqa qilib villagermi, qarochi shunaqa narsa ekan bolalar. Bu yerda shunaqa qilib xullas 3-jahon urushini yaratsanglar bo'ladi bolalar. Mana bunaqa pillagerlar kemasi, balobatlar va hokazolarni yaratsanglar bo'ladi bolalar. Qarochi biz endi eng uzoq kutilgan top 1-modga o'tamiz. Qani ketdi bolalar. Yo bolalar, men sizlarga 1-modga o'tishdan bitta narsa aytishim kerak. Qimillagan kal bolalar. Endi sizlar bu gapni eshitib qo'ydinglar. Endi mana shu reklamani ko'rishga majbursizlar bolalar. Sizlar Crafter kanaliga obuna bo'lmaganmisizlar? Unda obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Va eng oxirgi videolarga Ryzen obunachilari mujik deb yozib ketinglar bolalar. Bu kanalda bir-biridan qiziq bo'lgan videolar chiqadi bolalar. Chunki bular mening do'stim bolalar. Crafter oddiy Minecraft'da emas. Ular super oddiy Minecraft'lar bolalar. Shuning uchun eng oxirgi videolarga Ryzen obunachilari mujik yozib ketinglar bolalar. Crafter YouTube kanallarining silkasi mana videoning opisiyanasida bo'ladi. Qanday biz endi 1-modga bemalol o'tiramiz. Qani ketdi bolalar. Mana bolalar 1-modga ham keldik bolalar. Bu avtomat mod edi bolalar. Bu prosak avtomat emas. Sizlar bu videoni oxirigacha ko'rsanglar, qanaqa avtomatligini ko'ra olasizlar bolalar. Bu yerda bir-biridan qiziq bo'lgan avtomatlar bor. Bu yerda ovoz pasaytirgich, glushiter, pritsel hamma narsani qo'yishinglar mumkin. Qaranglar bolalar, mana. Qarab turinglar bolalar. Ko'rasizlar, bu oddiy avtomat emas. Bu vaqtcha zo'r avtomat bolalar. Avtomatlar kam bo'lsa ham lekin vaqtcha maza qilib o'ynaysizlar. Ishoringlar, meni gapimga vaqtcha maza qilib o'ynaysizlar. Mana bolalar, lazerga qo'shishlar mumkin, pritsel qo'shishlar mumkin, mana bunaqa glushiter qo'shishlar mumkin. Qarochi bu mod vaqtcha zo'r. Anaqa bazukalar bor, RPG shunaqalar bor bolalar. Ishoringlar, maza qilib o'ynaysizlar bu mod bilan bolalar.
hozir qanaqa jitlarni o'ldirishni ko'rsa, bolalarni cho'chqalarni o'ldirishinglar mumkin. Qanaqa cho'chqa? Короче, o'sha jitlar qiynashinglar mumkin bolalar. Endi golemni o'ldirish sizlar uchun oson bo'ladi bolalar. Короче, bolalar bu вообще shunaqa easy mod bolalar. Maza qilib o'ynasanglar bo'ladi, vijivani do'stlar maza qiynasanglar bo'ladi bolalar. Qanday jitlarni o'ldirib yurishinglar bo'ladi. Короче, bu o'zingizlarga bog'liq bolalar. Agar shu modlarga rosa ham qiziqib ketayotgan bo'lsangiz, aytganimdek videodan shunday qilib chiqib turib, videoga like bosib qo'yinglar bolalar. Qiyin emas, u like-lar ayamanglar. Shuning uchun 150 ta like qilib qo'ysanglar, mana shuni hammasini Telegram kanalimga tashlayman. Unda hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan Rayzo bo'ldi.